Premium klassdagi xonadan so'raganlar uchun bizda yangi obyektimizga chiqqanmiz. Hozir Energy Jomiga kelganmiz. 10-qavatda joylashgan ikki xona qamalish kvartirani sizlarga obzor qilib ko'rsatamiz. Oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlari va narxini bilib olsanglar bo'ladi. Eshikdan kirganinglarda sizlarni mana shunaqangi chiroyli yo'lak kutib oladi. O'ng tomonda bo'lsa, ayollarimizning sevimli xonasi, oshxona, chiroyli mebel, texnikalardan foydalanib qo'yishgan o'rtoqlar. Bu yoq tomonda bo'lsa, o'sha videoni boshda boshlagan xonamiz, ya'ni zal. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Avtorskiy proyekt asosida bo'lganligi shundoqqina sezilib turibdi. Umumiy sanuzilli kattaligi ham menimcha e'tiborni tortadi. Родительский spalnini ham ko'rib chiqamiz. Mana shunaqangi yorqin ranglardan foydalanilgan va bu yoqda o'zini garderobnisi ham bor. Energy Jomi. O'rtoqlar, videoni shu joyda yakunlaymiz. Uy ko'rdinglar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Yana bir marta eslatib o'taman, 10-qavatda joylashgan ikki xona 70 kvadratdan iborat bo'lgan mana shu kvartiramizga $124 ming so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar albatta kelishiladigan joyi bo'ladi. O'rtoqlar, 724 qo'riqlanish xizmatlari, bolalar maydonchasi, yashil zona, o'zini parkovkalariga ega. Men egalarini telefon raqamini qoldiraman, to'g'ridan to'g'ri murojaat qilasiz. Sizlar bilan uy ko'rdik bo'ldi. Bizdan uzoqlashmaydi.